Qadim zamonda, yam-yashil o'rmonda bir ona echki 10 ta uloqchasi bilan shod-u xurram hayot kechirar ekan. Uloqchalar bir-biridan jajji, yoqimtoy bo'lib, kenjatoyning kattaligi atigi jimjiloqda ekan. Kunlardan bir kuni ona echki bozorga boradigan bo'lib qolibdi. "Bolajonlarim", debdi u. "So'zimni diqqat bilan eshitib, quloqlaringga quyib olinglar. Men sizlarga bozordan barra o't, serqaymoq sut va issiqqina non olib kelaman. Bozorga borib kelguncha ancha vaqt o'tadi. Shuning uchun men ketishim bilan eshikni darhol berkitib olinglar. Men yo'g'imda eshikni hech kimga ochmanglar. Ipakday mayin ovozli, oppoq qo'lli bo'lmagan birortani ichkariga yo'latmanglar. Bilasizlarki, bunday ovoz va qo'l faqat menda bor. Aks holda yovuz ayiq uyga kirib olib, hammangizni yeb qo'yishi mumkin." Ona echki shunday deb, uloqchalarni birma-bir o'pib, yo'lga tushibdi. "Xavotir olmang, oyijon, kelguningizcha hech kimni uyga kiritmaymiz", deb uloqchalar uning ortidan chuvlashib qolishibdi. Shunday deb, ular eshikni mahkam berkitib, dikonglab o'yinga tushib ketishibdi. Ona echki o'rmon oralab yolg'izoyoq yo'ldan ketayotganini tasodifan ko'rib qolgan ayiq xursandligidan terisiga sig'may quvonib ketibdi. Chunki u mana shu daqiqani, ya'ni uloqchalarning uyda yolg'iz qolishlarini qachonlardan beri kutib yurar ekanda. Ana endi uloqchalar osongina qo'lga kiradigan bo'ldi, deb o'ylabdi u mamnunlik bilan. Ona echki yo'ldan o'tib ketgan zahoti ayiq uloqchalar turgan uyga yuguribdi. Eshikni kuchi boricha taqillatib, durillagan dahshatli ovozda ularga gap qotibdi. "Ochinglar eshikni, tezroq ochinglar!" Kichkintoylar qo'rqqanlaridan qotib qolishibdi. Sarosimaga tushib, uyning u tomonidan bu tomoniga qarab yugura boshlashibdi. Duch kelgan joyga yashirinibdilar. Birovi karavot tagiga, birovi tog'ora ostiga, uchinchisi ko'za ichiga, to'rtinchisi osma soatning ustiga sakrab chiqibdi. Kenjatoy uloqcha esa qo'rqqandan o'choqdagi kulga ko'milib olibdi. Ayiq esa behuda bo'kira-bo'kira tovushi bo'g'ilib qolibdi. Bu orada sal o'zlariga kelib olgan 9 uloqcha yashiringan joylaridan chiqib, eshik tirqishidan ayiqni masxara qila boshlabdilar. "Janob ayiq bobo, uloqchalarning go'shti juda mazali, shunday emasmi? Siz o'zingizni dunyodagi eng aqlli, eng kuchli maxluq deb bilasiz. Shunday ekan, qani, kalitni teshigidan o'tib bir mehmonimiz bo'ling. Axir sizning qo'lingizdan hamma narsa keladi-ku." Bunday tahqirga chiday olmagan ayiqning chapaqayiga jahli chiqib, orqasiga qaytibdi va yo'l-yo'lakay, "Hali shoshmay turlaring. Sen qaysar uloqchalarni qo'lga tushirmasam, ayiq otimni boshqa qo'yaman", deb qasam ichibdi. Ayiq qaytib ketishi bilan uloqchalarga qaytadan jon kiribdi. Ular yana o'yin-kulguni boshlab yuborishibdi. Kul ichidan chiqqan kenjatoy uloqcha bo'lsa, tashvishlanib zorillabdi. "Nima qilib qo'ydingiz? Ayiqning rosti kamiga jahli chiqdi. U judayam kuchli. Ahvolimiz endi ne kechadi?" Uloqchalar uning gapiga parvo qilmay dikonglashaverishsin. Endi so'zni ayiqdan eshiting. Ayiq shu ketgancha halloslab charxchining oldiga boribdi. "Tilimni shunday charxlaginki, tovushim ona echkining ovoziday mayin bo'lsin, toki uloqchalar eshitib farqlay olmasin." Charxchi qo'rqqandan tezda uning aytganini bajaribdi. Shunday qilmasa, ayiq uni yeb qo'yar ekanda. Tili charxlangan ayiq shamolday yelib, yana uloqchalar yashaydigan uyga kelibdi. Qadamini sekinlatib, mayin ovoz bilan "Eshikni ochinglar, bolalarim", debdi. Uloqchalar o'yindan to'xtab, tek qolishibdi. Faqat kenjatoy
bu safar ham kulning ichiga kirib ketibdi. Ayiq yana biroz turib, o'sha tovush bilan uloqchalarni chaqirgan ekan, ulardan biri ikkilanib, "Sen bizning onamizmisan?" deb so'rabdi. "Albatta, bolajonlarim", debdi ayiq. "Unda qo'llaringni ko'rsatchi", debdi uloqcha. Ayiq chor-nochor o'zining qop-qora, iflos panjalarini ko'rsatgan ekan, uloqchalar uni tanib qolib, yana masxara qila boshlashibdi. Ayiq darg'azab bo'lib bo'kiribdi. "Hali shoshmay turlaring, bir adabiylarni bermasammi?" Shunday deb u to'g'ri tegirmonchining oldiga boribdi. "Qo'llarimni xuddi ona echkinikidek qilib qo'y." Tegirmonchi qo'rqqandan darhol rozi bo'libdi. Aks holda uni ayiq yeb qo'yarkanda. Shunday qilib ayiq yana uloqchalarning oldiga yo'l olibdi. Ipakdek mayin ovoz bilan, "Oppoqqinalarim, erkatoylarim, sevimli bolajonlarim, men keldim, eshikni ochinglar", debdi. Uloqchalar yana o'yindan to'xtab qolishibdi. Faqat kenjatoy darrov kulning orasiga yashirinibdi. Odatdagi savol-javobdan so'ng ayiq oppoq panjalarini ko'rsatgan ekan, onamiz keldi deb quvongan uloqchalar birdan eshikni ochib yuboribdilar. Ochibdilar-u, dahshatdan dong qotib qolibdilar. Ne ko'z bilan ko'rishsinki, eshik oldida och, yovuz ayiq ko'zlari yonib turgan emish. Uloqchalarning qochishga urinishlari behuda ketibdi. Ochko'z ayiq ularni birin-sirin ushlab yutib yuboribdi. Kulga ko'milib yotgan kenjatoy uloqcha esa men ham topib olmasaydi deb qo'rqqandan nafas chiqarmay yotaveribdi. Ayiqning dimog'i chog', qornini silab o'rmonga qaytibdi. Kul ichida yana bir uloqchaning yashirinib qolishi xayoliga ham kelmabdi. Yo'lda bozordan qaytayotgan ona echkini uchratibdi. Kayfi chog' holda undan so'rabdi. "Qaylardan so'raymiz, echki momo?" "Qayerdan bo'lardi? Bozordan-da. Ayiq janoblari har zamon ul-bul narsa xarid qilmasa bo'ladimi? Ro'zg'orchilik." Hurmat bilan javob qaytaribdi ona echki va xayolan, "Do'stona muomalaga nima yetsin", deb qo'yibdi. Biroq bu bahaybat maxluqning xush kayfiyati, shirin muomalasi shubhali tuyulib, dili biroz g'ash tortibdi. "Men esa to'ydan kelyapman, rosa ziyofat bo'ldi-da o'ziyam", debdi ayiq qornini silab. Ona echki uyga shoshilibdi. Qarasa, eshik lang ochiq, hamma narsa ag'dar-to'ntar bo'lib yotibdi. Xonada shunday sovuq sukunat hukmron ekanki, ona echkining vujudini birdan muzdek izg'irin yalab o'tganday bo'libdi. "Bolajonlarim, qayerdasizlar? Bu yoqqa chiqinglar axir." Hech kim javob bermabdi. Kenjatoy uloqcha ham ovoz chiqarmay yotaveribdi. Nihoyat qo'rqa-pisa kuldan boshini asta chiqarib qarasa, xonada mehribon onasi turgan emish. U sakrab o'choqdan chiqib, onasiga hamma voqeani birma-bir aytib beribdi. Ona echki qattiq g'azablanibdi. Ayiqdan qaysi yo'l bilan o'ch olishni o'ylay boshlabdi. Keyin kenja uloqchaga qarab, "Sen shu yerda qol, o'zim chaqirmagunimcha qimirlamay o'tir", deb ayiqning oldiga yo'l olibdi. Ayiq o'rmonda boya uchrashgan joylarda maza qilib oftobda toblanib yotgan ekan. Ona echki unga yaqinlashib, "To'yda rosa maza qilibsiz-da, keling a'zoyi badaningizni bir uqalab qo'yay, keyin huzur qilib uxlaysiz", debdi. "Oh, qaniydi juda zo'r ish bo'lardi-da, azizim echki momo", debdi ayiq pishillab. Ona echki ayiqni asta qashlay boshlabdi. Ayiq voy bo'lsa, darrov pinakka ketibdi. Echki shu zahoti uyiga yuguribdi. Kenjatoyiga igna ip va qaychi berib, o'zi tegirmon toshini ko'tarib olibdi. Ayiq o'rmonni boshiga ko'tarib, xurrak yotib uxlayotgan emish. Ona echki qaychi bilan ayiqning qornini qirqibdi. Shu zahoti ichlaridan 9 uloq shataloq otib, onasining bo'ynidan quchoqlab olishibdi. Ba'zilarining ko'zlari quyosh nuridan qamashib qolibdi, chunki ayiqning qorni qabrdek sovuq va qorong'u ekanda. Sakrashayotgan uloqchalarni ona echki zo'rg'a tinchitib,
uyga jo'natib yuboribdi. Faqat kenja uloqchani olib qolibdi. Ular ayiqning qorniga tegirmon toshini g'ildiratib kirgizishibdi. So'ngra terini aslidek qilib tikib qo'yishibdi. Ayiq shu darajada qattiq uxlagan ekanki, hech narsani sezmabdi. Ancha vaqt o'tgach uyg'onib, ko'zlarini ishqalab, noliy boshlabdi. Voy, 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 oshqozonimda xuddi tosh borga o'xshaydi-ya. Kenja uloqcha qo'rqib, darrov onasining pinjiga tiqilib olibdi. Ona echki esa, ajoyib ziyofatdan so'ng shunday bo'ladi-da, hech qisi yo'q, deb sakray boshlabdi. Ayiq unga hasad bilan qarab, zo'rg'a joyidan qimirlarmish. Obbo, siz rosayam nochor ekansiz-ku. Hali mana bu quduqdan ham sakrab o'tolmaysiz chog'i. Mana menga qarang, deb quduqdan hatlab o'tibdi. Ayiqning yuragi dov bermabdi. Qo'limdan kelmaydi deyishga ham uyalibdi. Ammo sir boy bergisi kelmay, quduq atrofida bir-ikki zo'rg'a aylanibdi-da, tavakkal deb bir sakragan ekan, qornidagi tegirmon toshi uni quduqqa tortib ketibdi. Ona echki xursand bo'lgandan qo'shiq aytib yuboribdi. Dang'ir-dang'ir tegirmon toshi, suvga cho'kdi ayiq bebosh, uloqchalarim qutuldi, g'amlarim unutildi. Kenjatoy darrov akalarini aytib kelibdi. Uloqchalar bir joyga to'planishib, bir-birlarining qo'lidan mahkam ushlashib, quduq atrofida gir aylanib, shunday deb kuylabdilar. Ayiq bobo, bizga bir boqsangizchi, tegirmon tosh mazasidan huzur qilib tortsangizchi, tegirmon tosh bilan birga muzdek suvga oqsangizchi, hayot bilan vidolashib, endi cho'kib yotsangizchi. Ochko'z ayiq voy-voylagancha quduqqa cho'kib ketibdi. Yomonning jazosi shunday bo'lishi aniq ekanda. Ona echki esa sevimli uloqchalari bilan umrining oxirigacha rohatda yashab o'tibdi.